Всем привет, ребята! И хамая, ассаламу алейкум. Bugun bizlar sizlar bilan mana anaqamni baholarini ko'ramiz. Qani ketdik. To'g'ri aytishingiz mumkin. Siz hozir qayerdan maktab kundalik bordim. Mana ko'rsataman men sizlarga. Mana menda yo'q. Настройка диктофон сообщения, часы, фото, локатор, kalender, Apple Store bor. Mana Telegram, kamera, YouTube, Safari, InShot. Bizga Safari kerak. Keyin poyezdga kirib, mana poyezdga kirib, maktab.uz menda chiqyapti. Keyin maktab.uz mana bosamiz. Kundalik.com de mana ochyapti hozir maktab. Ochdi. Hozir kiryapti. Kirdi. Mana kirdi va bugungi baholarni ko'rishingiz mumkin. Checheniyadan 5, rus языкdan 5, angliyskidan 5, 28-oktyabr birinchi chorak uchun естественный наукаdan o'z deb yozibdilar. ISOdan 5, yana informatikadan o'zlashtirdi, yana o'z deb yozibdilar. Ya'ni естественный naukadan bugun 5, matematikadan 5, informatika o'sha aytganimdek, informatikadan 4 keyin mana Checheniyadan 5, русский язык 5, 24-26, короче, так далее. И mana baholarim mana 5 bo'lib yotibdi. Короче, shunaqa. Shu bilan всем пока.